Voy qiynalib sinovda turgan erkak, o'zingni bunchalik yeb bitirma. O'zingni bunchalik qiynama. Allohga oson. Sen bunaqa qilib o'zingni qiynab siqilganing bilan, insonlardan qochib o'zingni burchakka qadaganing bilan bo'ladigan narsa bo'ladi, bo'lmaydigan narsa bo'lmaydi. Ichingga yutib o'zingni o'zing qiynama. Kasal bo'lib qolasan. O'zingni o'zing bunchalik qiynama. Alloh bormi tilingda? So'raydiganing kim? Allohmi? Allohdan so'rayapsanmi? Alloh quruq qo'ymaydi. Bu sinovlar, bu qiyinchiliklar bekorga emas, inshaalloh hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Lekin o'zingni bunchalik charchatib qo'yma. O'zingni bunchalik qiynama.